Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, 2026-yilda naves qiladigan, teplitsa qiladigan akalarimiz uchun profillar ishlab chiqarish sexiga yetib kelganmiz. Narxlari juda ham arzon. Bu yoq o'sha katta miqdorda yetkazib berishaveradi. Mana akalarimiz o'zlarida stanoklar bor. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterin Dehqonoboddan bo'lyapti. Videomizni boshida albatta bitta like bosib tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, biz esa narx-navoni yoritib berishni boshladik. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xudo xolasa narxlar arzon. Narxlar arzon. Chunki har yili kuzatib boramizda, shu yanvar oyida narxlar tushadi. Tushadi aka. Shu erta bahorga ko'tarilishni boshlaydi. Hozir rosa olish vaqti, shundaymi aka? Xuddi shunday aka. Olish vaqti. Xo'sh, aka bu yerda S profil, P profil, L profil, lato, kapalak, to'rga profillar bor aka. Bor, hamma narsa bor aka. Xo'sh, mana shundan boshlaylik, narxini yoritib berishdi. Nechilik aka bunimiz? Aka bularimiz 9 P profil deyiladi. Asosan teplitsalarga, dugasiga, nimasiga ega berilyapti. Aha. Tomga reyka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Aha, narxi. Xo'p, bularimizning narxi 27 ming so'm bo'lyapti bir donasi. Bir donasi 27 ming so'm. Uzunligi? Uzunligi 230. Qalinligi? 2-2,1. 2,1. Ichi ham tashi ham zavodskoy. Kraska. Kraska aka. Buni masalan xohlagan razmerda chiqarib berasiz. Xohlagan razmerda 10lik deydimi, 20lik deydimi? Farqi yo'q. Aytgan razmerda bukib berishaveradi. Dastavkalar qanaqa bo'lyapti aka? Dastavkalar endi kelishilgan holatda chiroyli qilib yetkazib beramiz. Yetkazib berishadi. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Bunimiz-chi usta? Bularimiz 13S deyiladi. S profil, ha. Bularimizni donasi 37 ming so'm bo'lyapti. 37 ming so'm 230 ligi. 230 ligi. Tushunarli. Buni ham o'sha aytgan razmerda bukib berilaveradi aka. Tayyorlab berilaveradi. Bularimiz-chi aka? Aka bularimiz latoglar, teplitsalarning o'rtasiga qo'yiladigan latoglar. Ha. Razmeri 35 lik latog deyiladi bularimiz. Ha. Bularning 1 metri 45 ming so'm bo'lyapti. 45 ming so'm 1 metri. 1 metri. Buni aka masalan tikroq holatda ham bukib beraverasizlar. Xohlagan razmerda bukib beraveramiz. Kartoga qo'yaman desa, ya'ni listda aytsalar aytgan razmerlaringda bukib berishaveradi. Xohlasalar masalan 30 lik, 35 lik, 40 lik razmerda nimasi yo'q. Aytsalaring bo'ldi. Akalarimiz chiroyli qilib bukishib, arka ham qilib berasizlarmi? Ha, bular tagdagilar arkalari. Aha. Hozir mana shu ko'rib turganingiz mana shular 40 sotikni teplitsani materiali. 40 sotikka mana shu yetadi. Mana shu yetadi. Qancha bo'ldi общий summasi 40 sotikka? Общий summasi shu 118 million bo'ldi. 118 million so'mga 40 sotik teplitsamiz. Mana temiri bor. Shuni olib borib yig'ib qo'ysa bo'ldi. Yig'ib qo'ysa bo'ldi. Sizlarda ustanovka xizmati ham bormi? Ustanovka xizmatimiz yo'q, ustalar bor, tajribali ustalar bor, topib beraveramiz kerak bo'lsa. Topib berilaveradi. Значит, ustaga sizga pusto yerda shuni ko'rsatib, men shu yerga teplitsa qilaman desa, hisoblab beraverasiz. Hisoblab chiqarib beraveramiz. Hisoblab chiqarib berilaveradi. Qoyil. Bularimiz-chi aka? Aka, bularimiz 10 S profil deyiladi. Ha. Ya'ni 10 lik listdan qilingan. 10 sm list ketgan. Narxi. Xo'p, bularimizni narxi 27 ming so'm bo'lyapti. Donasi bu uzunligi 230. 230. Ha. Bu latogimiz ham bir xilmi aka? Bu latogimiz ham bir xil. Narigi bilan 35 likdan. 35 lik rasul. Narxi qancha edi? 45 ming so'm 1 metri. 45 ming so'm. 30 lik bo'lsa qancha chiqadi? 30 lik bo'ladigan bo'lsa, shu 38 ming atrofida chiqadi. 38 ming so'm 1 metr aytilyapti, qadrdonlar. Xo'sh, aka, bularimiz-chi? Bularimiz ham aka 10 s deyiladi. 10 s. Buni narxini aytdik, adashmasam. Bular narxini aytdik. Buni narxini aytdik. Bu P-chi bu? Bu 8 P bularimiz aka. 8 P, ha. Narxi. Xo'p, aka, bularimizni narxi 23 ming so'm bo'lyapti. Donasi 230 uzunligi. Ha, buni o'sha kashakka, reykaga, uni shifer qoqqani zo'r bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Xo'sh, undan tashqari 4 ga 4 profil. Qalinligi usta aka? Qalinligi 1.8 aka bularimizni. 1.8, ha. Bitta tomonda chaki bo'ladi, qana aka? Bitta tarafda chaki bo'ladi. Buni necha metrgacha naves qilsa ko'taraveradi? Aka, bu 12 metrgacha bez ustun ko'tarib turaveradi. Ya'ni firmani 12 metrgacha to'qishadi, shifer profinastil ko'taraveradi aka. Farqi yo'q, ko'taraveradi. Hozirgi kunda 1 metr narxi. Bular 1 metr narxi 16 ming so'm bo'lyapti. 16 ming so'mdan ko'proq olsa yana kelishtiriladi. Ko'proq olsa kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib beriladi. Tushunarli. Xo'sh, aka, endi masalan menga firma kerak desa, shulardan to'qib beraverasiz. Shulardan to'qib beraveramiz. Ustalarimiz ham bor. 12 metrgacha desang, mana shunaqangi profillarni ishlab chiqarib. Mana o'zimiz ham mana shu tomga shu materialdan firmaga to'qib qo'yganmiz. Ha, ichida kashaklari shundan aka. Shundan, aha. Teva pasi esa 5 ga 4 mi? 6 ga 4 dan aka. Necha metr u narigi keng joyi usta aka? 14 metr. 14 metrga mana bemalol shiferni ko'tarib turibdi. Qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar akalarimiz, birinchi qo'l kimga shunaqangi konteynerda profillari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona, Buvayda, Dehqonobod, Kaminterindan bo'lyapti. Like bosib tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.